Assalamu alaykum, yaxshimisilar qarindoshlar, men Nurmat doktor. Umoq bovuqingiz oxiri 1 yoshga kirdi. 1 yil musofirni siz bilan birga besib o'tgan bu umoqning badanida o'zgarishlarni siz hozir ko'pdir his qila olgan bo'lishingiz mumkin. Bu videomizda sizga bovuqning badanidagi o'zgarishlarni yig'inchoqlab chiqishni planladik. Qanamsa filmni boshlashdan oldida film ostidagi barkala barmoqni besib o'ting, bizga mushtari bo'lib o'ting. Amsa hikoyamizni boshlaylik. 12 oylik bovuqning badanidagi o'zgarishlar. 12 aylık boğaqlarının baş aylanması 43,5 santimetrden 48,5 santimetr etrafında buluş mümkün. Boy uzunluğu 71 santimetrden 80 santimetr etrafında buluş mümkün. Beden ağırlığı ise 8 kilogramdan 12 kilogram etrafında buluş mümkün. 12 aylık sağlam boğaqlarının bedendeki özgürüşleri. Bir yaş kirgen boğaqni bir qo'lini tutib tursa, asta-asta mang'alaydi. Yordam yo'q ahvol ostida o'z oldiga qisqa vaqt tik turalaydi. Bir qancha qadam mang'alaydi. 3-4 so'zlarni tushunib turib deyalaydi. Masalan, apatada deyalaydi. Oyunchuq jismlarni tutib sinchilab qaraydi. Qandaq o'ynashni o'ylashalaydi. Masalan, yolg'iz top o'ynayalaydi. Oddiy buyruqlarni qiladigan bo'ladi. Kiyim kiydirganda badan holatini o'zgartib beralaydi. Qo'lidagi jismni boshqalarga beralaydi. Rasmli kitoblarni ko'rganda xush bo'ldi. Oddiy do'rash uslubdagi o'yinlarni o'ynalaydi. Masalan, qo'shiq bilan tomoq yeganni do'rab qilalaydi. 12 oylik bovoq va ota-onalarga tavsiyalarimiz. 1. 12 oylik, ya'ni 1 yoshlik vaksinalarni emlash vaqti kelib qoldi. 12 oylik vaksinasini emlash uchun oila sog'liqni saqlash markazlaridan ko'rishib beqing. Ko'pincha davlatlardagi bovoqlar vaksina emlash programmasida bu oydagi vaksinalarda bolalarga muhim bo'lgan suv chechigi vaksinasi, qizil, so'g'on, go'ran-bez, ya'ni quloq oldi bezi yallig'i vaksinasi va biriktirma o'pka yallig'i sharchi bakteriyasi vaksinasini o'z ichiga oldi. Vaksina emlash bilan birga bosh aylanmasi, og'irligi, bo'y uzunligini o'lchab xotira qoldiring. Doktorlar turbekitimizda vaksinalarning tarjimasi, ta'sirlari, bovoqning har oy, har yoshdagi badan og'irligi, bo'y uzunligi, bosh aylanmasi bo'lgan ehtimoliy qatorliq uchurlarni topa olasiz. İkinci, bovoqning bu oyatki badan og'irligi tug'ilgan chog'dagi badan og'irligining 3 hissasiga to'g'ri keldi. Masalan, tug'ilganda 3 kilo bo'lsa, bu oyda 9 kilogram atrofida bo'lishi ehtimoli nihoyat yuqori. Bu nuqtaga diqqat qilib qo'ying. Bovoqning badan taraqqiyoti to'g'risida oila doktoringizdan maslahat olishni unutmang. 3. Vaksina emlash daftarini amal bor yuturib qo'ymang. Yaxshi yerda saqlang. 4. Ozuqluq mol va tampon bo'lishi, uyquning yetarli va sifatli bo'lishiga kafolatlik bering. Vitamin berishni bu oylarda oila doktoringizning tekshirishi va tavsiyasi ostida to'xtatsangiz va ya davom qilishni qaror bersangiz bo'ldi. 5. Bovoqning harakat qilishiga, o'ltirishiga, qo'pishiga yordamda bo'ling. Kechlari dumba qismini, umurt qismini bo'ylab uvlab bering. Putning ostini, tapan qismlarini uvlab bering. Chashlarini arlab-arlab tarab bering. Quloqni uvlab bering. Bularning hammasi bovoqning badan o'sib yetilishiga foydali bo'ldi. 6. Bovoqqa mos keladigan qizitma tushirish shurup yoki fitil dorilarni zapas uyga tayyorlab qo'ying. Qizitma tushirish shurup dorilari qutisi ichilgan taqdirda qurg'oq salqin yerda 6 oydan 1 yilga saqlag'ili bo'ldi. Inovatlik vaqtni tekshirishni unutmang. 7. Bovoqning o'milab mingib faoliyat qilganligi uchun uy ichidagi ushshaq buyumlarni, xatarlik buyumlarni vaqtida yig'ishtirib turing. Ushluq qalamlarni hozircha bermay turing. 8. Bu oygacha bovoqning sut chishining natijasi chiqib bo'lishi kerak. Agar bu oygacha bovoqning hech bir tishi chiqmasa, tish doktori bilan ko'rishib beqing. 9. Bovoq beshning oldidagi 3 bo'lonliq ochiqlik bu oygacha etilib bo'lishi kerak. Agar bovoqning beshning oldin qismida hiylan bir yumshoq bo'shliq borligidek his qilsangiz, oila doktoringiz va ya bolalar doktori bilan ko'rishib beqing. 10. 5 minut vaqt chiqarib oldingi oylarda tilga ilingan tavsiyalarimizni cho'qim ko'rib chiqing. Oldingi oylarda nihoyat ko'p foydali tavsiyalarni ham bahrlandik. Tangning to'lisi bu oyga mos keldi. Qonunimizda 12 oy va undan cho'ng bo'lgan bovoq bolalarning har qaysi yosh davrida badanda ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni qisqa, ixcham meg'izli qilib ratlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarimiga yaqini ko'rilmasa yoki benormallik ko'rilsa, oila doktoringiz va ya bolalar doktori bilan vaqtida ko'rishib yiqishingizni tavsiya qilaman. Bunun sirt doktorlar turbekitimizda ana yezig'imizda Uyg'ur tilida tayyorlangan bovoq bolalarning badan yetilish jadvali va boshqa yaxshi foydali mazmunlarni topa olasiz. Jiddiyleşmang, siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Bovoqingizning salomat cho'ng bo'lishiga tilakdoshman. Bu filmni foydali his qilsangiz, qonimizga mushtari bo'ling va qonimizni atrofingizga do'stlaringizga tarqatib qo'ying.